Assalamu alaykum hörmətli qarindaşlar. Hər dərsdə 3 idiom səhifəmizin 3-cü qismiga xoş gəldinglar. Bugün öyrəndiğimiz idiomlarni başlayalım. Handın tıkort komen. Yəni handın deganning shu qo'l degan ma'nosi va qo'llar ko'plik shakli qo'lninki. Tıkort degan kamchil, yetishmaslik, komen kelmak, ya'ni qo'llar kamchil bo'lmoq. Demak, jo'g'ini amaliyotda qo'li bekor bo'lanmaslik, bek aldirash bo'lmoq, qo'lida jiq ish bo'lmoq degan ma'noda. Masalan, ikkom acht handen tekort op dit moment. Kunnen wij einde van middag spreken? Yani hazırның özüdə mən bek aldirash, biz tushdankilardan paranglashsak bo'lamdi. Yani şu yani aldirash degan ma'noda, shu aldirash degan ma'noda, yani hazır qo'lam bekor emas, qo'lam ish bek jiq, biz tushdan keyin paranglashsak bo'lamdi. İşte her xil ma'nolarda tarjima qilsak bo'ldi. Keyingi idiom iemand de hand boven het hoofd houden. Yani iemand degan bir kim, de hand qo'lni boven ustida, het hoofd bosh, minga houden qo'ymoq. Yani qo'lini bir kimning beshining ustiga qo'ymoq. Agar buni so'zma-so'z tarjima qilsak, lekin ma'nosi bir kimni qo'g'dimoq degan ma'noda. Yani iemand bisg'arman, bir kimni qo'g'dimoq, asırmoq degan ma'noda. Buningga misal, je hoeft hem niet de hand boven het hoofd te houden. Wie straf verdiend heeft, moet dit ook krijgen. Yani sizning uni qo'g'dishingizdan hojat yo'q. Jazolanishga tegishli odam jazolanishi kerak. Yani bu idiomni odatda shu masalan birasini qo'g'dab, uningga nisbatan bir gap qilgan bo'lsak, birasini oqlab degandekchi, shu ishda vaqtlarda ishlatamiz, yani bir kimni qo'g'dash. Endi keyingisi in gat in je hand hebben. Yani gat degan to'shuk, in je hand, yani qo'lning ichida haben bar bo'lmoq. Yani qo'lning ichida to'shuk bo'lmoq, qo'lining to'shuk bo'lmoq. Yani bizning tilimizda bor bu idiom, yani qo'lning to'shugi bor deb. Demak, jo'g'ini badxach, qo'lida pul turmaydigan, qo'liga pul tushib bo'lsam darhol xajlatadigan, bir narsani ilishdan burun menga lozimmi emasmi deb o'ylamay xohlagancha xajlaydigan odamlarni demakchi. Masalan, hij verdient genoeg om zijn gezin te kunnen onderhouden, maar zijn vrouw heeft een gat in haar hand. Nu heeft ze weer een dure klok gekocht die ze helemaal niet nodig heeft. Yani mesela o ailesinin ihtiyacını qamdaş üçün yeterlik pul tapıdı, lekin onun ayali bek bedxaç. Hazır o yana hiç lazım olmaydigan qimmat saattin birini sitib aptı. Yani bedxaç. Mesela o bek bedxaç demekçi olsak, sie heeft gat in haar handen. Yoki hij heeft gat in zijn handen. Sanlayın o bek bedxaç, qo'lning to'shigi var. Yani qo'liga u yandan pul kirib bo'lg'ichi, bu yandan xajlab tugitadigan, keyinlikni o'ylamaydigan degan ma'noda. Bugungi idiomlar mushada oxirlashdi. Ma'qul bo'lsa, keyin qitimliq darsimizda ko'rishaylik. Omon bo'lg'aysizlar.